Assalamu aleyküm obunachilarimiz. Bugünkü obzorumuz köp adam so'rab turibdi. İçkelerimize yazıp turibdilar. Garderoblaringiz bor edi sizlarning shu ko'rinib ketibdi videoda. Shuni obzor etib bering bor bo'lsa deb yozganlar bor ekan. Shuning uchun bugun 3 etajli, 4 etajli, 5 etajli nimalarimizni obzor etamiz. Yine bu 3 etajli so'z ochganim. Buni yasash ham qiyin emas. Korobkadan ochdim, sразу shunday taxlanadi. Keyin ayaklari bo'ladi, yuradigan. Teylarni bemalol ko'knada qo'ysangiz ham deptalab olib yuvib olganingizda qiyin emas. 3 etajlisining narxi 300 ming so'm. 4 etajlisining narxi 350 ming so'm. 5 etajlining narxi 400 ming so'm. Ro'za oyida kelsangizlar, agar kelishtirib beramiz. Yana o'zlarimizda 5 etajlini qo'yib qo'yibmiz. Ranglari bor. Oq, qora. Yana bo'lsa oq eni, yangi ko'rsatganim qora edi. 5 etajli bu eni. 3 yil bo'ldi bu narsani qo'yganimizda. Magazinlaringiz ham qo'ysangiz bo'ladi. Endi shunday gullar, keyin yana bu vajlarni yengil vajlari qo'ysangiz bemalol xushro'y bo'lib, akkuratli bo'lib, tartibli bo'lib turadi. Bizlar qo'yganimizda 2-3 yil bo'ldi bu narsani. Kelaverasizlar, adreslarimiz Hazarasib eski bozorimdagi Chinni bozorda 837 magazin.